Salut akalar. Qandaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatinglar hammasi chiki-chikimi? Qarochi akalar, mendan obunachilarimiz kitoblar haqida so'ragandi. Meni kitoblarim haqida qisqacha shunga ozgina aytib o'tmoqchiman. Tak. Birinchi kitob. Bu Robert Kiyosaki, Boy ota va kambag'al ota degan kitob. Juda ham zo'r, ajoyib kitob. Robert Kiyosaki tomonidan yozilgan va o'z davrida, o'z vaqtida bestseller kitoblardan biri, ya'ni eng ko'p sotilgan kitoblardan biri hisoblanadi. Ichida juda ham ko'plab ma'lumotlar va ko'plab kerakli narsalar yozilgan. Albatta o'qib chiqishinglarni tavsiya etaman. Bu qimmat emas, bu 20-30 ming atrofida tursa kerak emas kitob. Shunaqa. Bu birinchisi. Keyin Luqmoni Hakim o'gitlari va aforizmlar. Bu ham juda ham yaxshi kitob. Juda ham ko'plab narsalar aytilgan, juda ko'plab narsalar o'rgatilgan, albatta tushuntirilgan. Buni ham o'qib chiqishni men maslahat bergan bo'lardim akalar. Shunaqa. Xo'p, yana bitta bestsellerlardan biri Daniel Pink ismli yozuvchi tomonidan yozilgan bu. Vaqtida bu ham bestsellerlardan hisoblangan. Juda ham ko'plab va juda ham ajoyib ma'lumotlarga ega bo'lgan ajoyib kitob akalar. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Xullas albatta buni ham vaqtinglar bo'lsa o'qib chiqinglar. Bu ham yaxshi, juda ham ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda Robert Kiyosakini eng sara asarlari qilingan bitta kitobda jamlangan. Boy ota, kambag'al ota, nima uchun tadbirkor yetakchi bo'lishi shart, o'zingizni ishdan bo'shating. Bu Robert Kiyosakini kitobi bu ham mana. 3 ta asarni bitta kitobda jamlangan versiyasi. Buni ham olsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham o'zingizlarga bog'liq xullas, yoqish, yoqmasligi. Shunaqa. Keyin bu yog'i Jaloliddin Rumi akalar. Bu ham juda ham zo'r kitob. Juda ham ko'plab ma'lumotlar, juda ham ko'plab narsalar tushuntirilgan. Xullas, bu ham menga yoqadi akalar. Shunaqa. Xo'p, keyingisi Bodo Shefer nomli yozuvchi tomonidan yozilgan G'oliblik qonuniyatlari degan kitob akalar. Bu ham ajoyib kitob. Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi bilmayman akalar. Menga mana shunaqa kitoblar yoqadi, mana shunaqa kitoblarni o'qish yoqadi. Bu asosan aqlni charxlaydi, dunyoqarashni o'zgartiradi, fikrlash doira kengayadi, so'z boyligi oshadi. Xullas, juda ham foydali kitob bu ham. Albatta o'qib chiqinglar agar sizlarga bo'lsa, qiziq bo'lsa. Bu yerda kichkina bir kitobcha otamning rivoyatlari degan, katta kitoblarni o'qishni yoqtirmaydigan odamlar bo'lsa, mana shu kitobni o'qishinglar mumkin. Mana narxi ham unaqa qimmat kitob emas. Kichkina, lekin ichida yaxshi va zo'r ma'lumotlar bor. Shunaqa. Xo'p, buni bu yoqqa qo'yib turamiz. Mana bu kit bu vashi. Dale Carnegie o'z-o'ziga ishonch hosil qilish va omma oldida so'zlash san'ati. Notiqlik san'ati. Ko'plab, juda ham ko'plab narsalarni o'rgatilgan, tushuntirilgan, zo'r ma'lumotlar berilgan, ko'plab misollar keltirilgan. Bu ham yaxshi kitob akalar. Albatta bo'sh vaqtinglarda buni ham o'qib chiqinglar. Sizlarga maslahatim, zo'r ma'lumotlar bor. Shunaqa. Xo'p. Derek Forex bu. To'g'ri fikrlang nomlangan shaxsiy rivojlanish uchun xalqaro bestseller akalar. Bu ham zo'r sotilgan kitoblardan biri hisoblanadi. Buni ham o'qib chiqinglar, albatta akalar. Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi bilmayman, lekin zo'r narsalar yozilgan bunda ham. Juda ham zo'r, gap yo'q. Shunaqa. Xo'p, bu Asab va salomatlik nomli kitob Safar Muhammad degan yozuvchi tomonidan yozilgan. Orqasini o'g'ilcha qo'yib, ozgina yetib qo'ygan.
Bunda ham yaxshi narsalar bor, yaxshi narsalar aytilgan, tushuntirilgan. Albatta, vaqtinglar bo'lganda o'qib chiqinglar. Unaqa katta kitob emas. Zo'r, bu ham yaxshi. Xo'p, keyingisi. Majoz va haqiqat, o'smirlar uchun hikoyatlar va rivoyatlar, masallar akalar. Mana bu so'z boyligini oshishga katta yordam beradigan kitoblardan biri akalar. Ko'plab hayotiy narsalarni o'rgatadi, ko'plab hayotiy narsalarni tushuntiradi. Xullas, bu ham yaxshi kitob, albatta o'qinglar buni ham. Xo'p, keyingisi Morgan Housel akalar. Pul psixologiyasi, bu ham bestseller kitoblardan biri hisoblanadi. Juda ham zo'r kitob, ajoyib. Endi xohlovchilar bo'lsa, mana so'raganlar. Bu kitobni ham men tavsiya etib qolaman akalar. To'g'risi zo'r. Bu yog'i Qaykovus akalar, Qobusnoma. Bunaqa kitoblar kimga yoqadi, kimga yoqmaydi bilmayman. Bu kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi ham mumkin. Lekin buni o'qib chiqishinglar kerak. Zo'r. Juda ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib kitob. Vaqtinglar bo'lganda albatta Qaykovusni Qobusnomasini o'qib chiqishinglar kerak akalar. Zo'r kitob to'g'risi. Xo'p, keyingisi James Clear Atom odatlari nomlangan kitob. Bu ham yaxshi. Bu ham bestseller hisoblanadi. Vaqtida, joyida, paytida yorib tashagan kitoblardan biri. Ichida ko'plab zo'r ma'lumotlar va zo'r narsalar yozilgan albatta akalar. Juda zo'r kitob. Mana shuni ham o'qinglar, albatta o'qinglar. Men buni birovga podarkaga qilaman deb bashtaqa o'ralgan qolmanda u turibdi. Xo'p, va nihoyat so'nggi menga yoqadigan kitoblarning ichida eng zo'rlaridan biri deb ayta olaman. Bu Napoleon Hill akalar. Omadli 13 ta qadam. Omadli 13 ta qadam nomlangan kitob akalar. Bu ham juda ham zo'r kitoblardan biri. Bu semiz kitob emas, mana ko'ryapsizlar. Ozg'in kitob. Zo'r narsalar yozilgan. Umidsizlikka tushgan payti odam, stressga tushgan payti, nima qilishni bilmasdan turgan payti, albatta bunaqa kitoblarni o'qib chiqsa, odamga ancha yengil bo'ladi. O'qinglar akalar, kitob odamga juda ham ko'plab narsalarni beradi. Juda ham ko'plab narsalar. Bu Google'da yangilik qidirish emas, lekin undan zo'rroq. To'g'risi. Shuning uchun kitob o'qinglar, обязательно bo'sh vaqtinglarda, bo'sh paytinglarda bu juda ham foydali bo'ladi sizlar uchun. Ha akalar. Shu bu birinchi qism. Ana kitoblarim orasidagi ma'lumotlar mana shular akalar. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.